Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib videoni tarqalishiga hissangizni qo'shib keting. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshilikni tarqatgan kishi u ishni qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh biz ham Allohning kalomi bo'lgan Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Hamda darsimizni davomli Alloh taolodan davomli qilishini, zehnlarimizni ochishini, bizga foydali ilmlarni o'z xazinasidan berishini so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi harfimiz dal harfi bo'lib, dal harfining talaffuzi o'zbek tilidagi d tovushi singaridir debdi. D harfi qalqala qilinadigan harflar qatoriga kiradi. Bundan oldin qalqala qilinadigan harflardan b harfini, q harfini hamda jim harflarini, bunisi esa dal harfini o'tdik. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Da, di, du. Bu bosh ko'rinishi ekan. Mana bu o'rtada keladigan ko'rinishi, bu esa oxirida keladigan ko'rinishi ekan. Dum, dubi, duf, ridi, zidi, dedi. Mana bu joyda d harfini qalqala qilinishini ko'ryapmiz. Ridi, zidi, dedi. Bu d harfi qalqala qilinmasa tiniq chiqmay qoladi. Shuning uchun qalqala qilinadigan harflar qatoriga kiradi. Ridi, zidi, dedi. Darrusu, daf'u, dabghu, dalku, dahru, duhnu, duldul, fud, hud, ushdud, i'tadala, ya'tadilu, istarshada, yastarshidu. Xo'p do'stlar, keyingi harfimiz bo harfi ekan, bod harfi ekan. Bod harfi o'zbek tilida uchramaydigan harflardan biri hamda ustida fatha kelganda o bo'lib o'qilinadi. Bu, boyfu, ablu, bohbu, bobtu, ضعfu, irdu, madrib, midrab, idrib, tadribu, adribu, nadribu. Do'stlar, mana bu joyda e'tibor beradigan narsamiz, bo harfining ustida sukun kelyapti hamda bo harfi qalqala qilinmaydigan harflar qatoriga kiradi. Shuning uchun bu harfda jini ushlab turish qiyinroq bo'ladi, lekin biz mashq qilib o'rganishimiz kerak. Madrib, midrab, idrib, tadribu, adribu, adribu, nadribu, idtaraba, yadtaribu, istad'afa, yastad'ifu. Xo'p, mana bu joyda dal harfi bilan bo harfini ajratib o'qishni buyuribdi. Darsu, darsu, wad'u, wad'u, ba'du, ba'du. Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shular inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.